Iftorlikka quyi ovqat oldiga svejiy salat qilmoqchi bo'lib magazinga tushdim. Yonimda 100 ming pul olib, xayolan butun magazinni sotib olishni plan qilib tushib ketayotgandim. Magazinga kirib 4 ta bodringli pomidor olganimni bilaman, 80 ming so'm sizdan deydi. Nima? Hali bu pulga marfe taksi ham olishim kerak edi deb miyamda isyon boshlandi. Hey, bodringam shuncha qimmat bo'ladimi-ya? Bugundan boshlab dasturxonda bodring ko'rganlarimiz zodagonlardan deb o'ylayman. Shuncha narsa olmoqchi ekansan, magazinga atigi 100 ming so'm pul bilan ham tushasanmi deb o'zim o'shib magazindan взрослый travma orttirib chiqdim. Yana o'zimga yaragan pulimni olib ishlatmayotganmidim. 2 baravariga travma bo'lib ketdi. Keyingi safar yana shunaqa narsa olishga tushadigan bo'lsam, erimdan pulni biton qilib olib keyin tushashni plan qildim. Endi bu svejiy salatni ushshog'ini ham qoldirmasdan yeb qo'yamiz oxirigacha. Siz ham hozir hayotingizdagi eng katta xatoni qilyapsiz. Videoga like bosmasdan, podpiska bosmasdan ko'rib o'tiribsiz. Miyamizdagi urush tugaguncha oshxona ham iftorlikka quyi ovqat oldiga svejiy salat qilmoqchi bo'lib magazinga tushdim.